Assalamualaikum. Bilekler de Dada, seni kıyırıp pek yaşayıp gitmezsiniz şimdi. Çay. Oy bu işkisi yok mu yana? Ula mektep getirdi da. Dada o işkisinde bir daha çoğun işkisindeydi. Ula Flaut da koppa dedi da. Kulağı dudu. He. İmanda kulağı kalka koy bu. Ben bir oğutu çıkayım. Bol ne oldu çıkardı. Vallahi Aslında insan. çay içen dada. Çay içeceğim. Dada, ula bağı üzüntüdün maxsus bir şey. Kulağı diye gelecek be. Şunday bana. Nemi diken dolu ukmagan vallahi bu ya. Vah vah. Sabit. 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 İmtihan aldığın yeri bağmam sizler? Kupasında ne olsa? Rimkan. Rimkan. Oy. Hemen sizler saklap kaldık ko. Vah. Ula koppadağından hemen sada. Boldu kendimizden bardağı okşayıp biz hiç bine vereyli boldu. Sizler zilla bağım mısın? Pek yaşlılar. Şunday bana. Poptu. İşte gerek işçiler işte gerek. Ula bizim Ferhat'ka. Bunun ne var? Daş, qandara qavalın yaxşı mı? Ha. Gitar ne qilsa? Ha? Jam payzama. Çanta yok. Oğlum ben ağaç para gitarını sana. Ha? Ha, boldu, teşekkür ederim. Biz mi hazır mıyız bana? Mağla. Ve bizim Ferhat'ka bugün yumru sözüme gitar çip nakş etme deydi. Şey bugün kızı da oldu. Tane istunlar, saytunlar, bangayım. Wah. Itu kupap sak sakam. Sabit mah gitar akatem sakam ya? Görçüler, yaxşımısızlar? Bize xalq sanatçılarımızın teşkillep ümmet kuruluşu ahir münasip ordular tarafından tasdiqlandi. Biz ümmetler arasını tanlap, ularga yardım pul beramiz. Bizim bu ümmet bununki texim yaxshi taraq qildi. Şolaşqa kollektivni yaxshi natijalarga erishishni umid qilaman. Hozir bizning shoirimiz Anvar Savdoy Majnunni mush imtihonga rasmchilik qilishga taklif qilaylik. Köpçilik. Bugün hemmimiz için hoşallık bir gün. Yurtumuz için hoşallık bir gün. Bugün aşıdak bir gün. Bugün dombak yıldığın bir gün. Bugün ümmet kurulduğun, ütenmeyenler selip gidilen, ütedir Allah, kelip yelip gidilen bir gün. Bugün günü unutmasınız gerek. Ondan sonra ben sizlerge bahalı olacağını bir konuşup bereyim. Bu yak bolsa hammamiz konuşup olgan bizning mahallamizga gruppa boshlig'i bo'lib tushgan gruppa boshlig'i Ali. Bu kishi esa mahallamizning sekretari Jamshidji. Bu xonim bo'lsa ittifoq yachiki sekretari Halima xonim. San'at faaliyet yetakchisi Shavkat. Ko'pchilik, hozir imtihonimizni rasmiy boshlab o'tamiz. Eng avval birinchi ulab chiqargani mahallamizning qiziqchisi, san'atkori Farhod. Qo'shiq ichib ketsa, chidab turolmaydigan Farhodni. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, Mehmet Jo'xtin, Yumur Chaqchaqlarning darsini kuzlayganmisan. Bugun bu gitar mahoratini bir ko'z faqat deyman ku. Qani chog'lar deyman.
tükledi yaşlar. Assalam. Dada? Aglia? Hadi go. Ya adaş, Vay ya, senet misal adem tanıydı şey yapıyordum ha. adaş geç. Şuna bak yine ben dur. Adaş, ben aramda kaldım lan. Ya adaş, ya ben kırmasa bile. Reyim bula da şey. Reyim. Satıra kutuma da şey. Ey tükledi yaşlar. Dedi badu kızcağımın tükledi yaşlar. Selamünaleyküm hürmetli valla. Adamın karakam karanlığı çok okuyup gidelim. Ben tutar böyle müzik atıp şu tipe yapsana da. Adaş akıllıca ben bir kere. Bak Ya topa niye çıkın sen? Adaş bak turup kalınca tuzu kop kaldı yine. Azak su koyacaktım. Ey, balan tayamı kalmadı yandı buna. Tamam kalmasa da tuz sıyıp da eli Ey, top. Ey. Bak içeceğiz ya. Cısılıp aldım da. Ne oldu? Şey. Azıcık tuzu kop kaptırdı ya. Tuzuzdan ötek gitti. Ya işim var dedim. İşçi de İstanbul'dan bakıyorsun da. Başkalıklarda küçük. Kuya sen kuya. Rahmet. Nay topdan ha. İşlem. Daha uflap kalanlık değil mi arkadaş? Burada küçük kamerada işte burada. Halımda etmeye okşaptı da şey.
Bula keçip topladım ha. Uy adaş ya. Gitardan ben yemekle alıp. Bula. Bizniki Kazak jigiti Seyrek. Bir nakşi içimiz taklif qilamiz. Qani. Alsağın kovarsınday dalatalım, kanata bitirli balabanım. Zavalımday, sipaydım andayımda ağlatalım. Sen tutup da gitar ne güzelmiş. Makul. Tezrah bakın kim adaş? Yerimi keşif yaptı. Şuvanım ay şuvanım, yergili tavşınlarım, kızıda malcılarım, kızıda kızıl gülüm ay şuvanım. Ben üzüntü nerede küçük vaktimizin birli oynan sonlara Dilşat abilerin YouTube'lara bırakıyoruz. Yıkılasam bir kızcakta, bir kız var deydi. Mahallemizdeki küçük balı tembirci Tuğluk mu? Alaydı bir numaranı ip yaptı. Körüp bakalım. Ha? Assalamualaikum. Ya kandıra bunu. Mana. Ya gitar yok tuttu. Yok ben balı tarafından sımalım. Bawa kenapa kabel?
Estağfurullah. Var mı arkadaş? Yok. Mağdur kana kılımızı hocamızı. Kana kılmaz. Ha, sarıkam tufakla. Anlaydık o. Anladı. Ya birader. Bir necha hayvonlarni ovozini to'rab beray deb iltimos qildi. Anglab qolgandi. Anladı. Kana kılımızı hocamızı. Ya bak boldu kılar. Aşağıda gitar çaldıqlardan başqalarını bağdı bir resim gitarla bir şey tuttum aldık mı vakit geldi. Aman şöyle ayaklar için. Dedim ki çıktım. Assalamualaikum hurmatli yurtdoshlar. Meniki ismim Teza. Uyg'urcha qilib tarjima qaramay desam bo'lardi. Sizlarga bir tasvirchi pulli bir ko'ybar o'ynab beray. 我了一个娃娃叫佳佳，刚上小学学文化，头一天学了3个字，3个字学成你我他。 去，把你妈叫过来，我们当场考一下。考就考，3个字学成你我他，老师讲的我全记下。你是我学生，我是你老师，她是我那个女同学，名字叫花花。
Bugünkü aks tanlash faoliyatimiz mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Bugünkü baholovchilarga ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat. Sen nima numara olaysan? Tamam, cep yakalamayma. Oh. Dede duydun mu? Ne oldu? Bak öyle izler tapmamılık gitarda reymiş gibi. Şuna ona keçikip kalıp dede. Yok. Benim çıkıyorlar yüzük etmezler Allah'ım. Kılaylan kemse. Paten, vamos, no kapatın. Vamos. Şirket müşteride oturuşma mı? Hoşnam. Bu şirketli deyseniz külgüm keledi acımı. Nemişke? Tuyuqsızı çoğun bir şirketinin xo'jayini qağınımga o'zimning faqat ishongim kelmaydi qarang. Ancha-muncha uyab berdirimni chimdab boqaman texi. O'ngimmi, tushimmi deb. O'zingizning uyab berdirini chimdimay, Davudni chimdab ketgan. Shu vaqtda rost yolg'onligini bilasiz emasmi? To'g'ri dedingiz. O'sh Davud ko'z oldimda mishtol qarab tursa, bu o'ngimga ajimi Davudni boka deyman. Lekin ba'zida gumonmi qilib qolma. Ish qilib osmondan tushgandekli bir ish bo'ldi ejimi bizga. Qo'shni. Shayxonning oyog'icha qarab. Bizning Davudqimi mingiz quloq chiqdi dejimi. Qanday mingiz? Burun men his qilmabdi ekanman. Hozirmi shirkatning xo'jayini bo'lgandan yoqi bu meni shunda kullaydigan bo'lib ketdi qarab. Davud sizni kullayaptimi? Voy meni kullab nishon yo'q ularga. Endi o'zingiz bilasiz. Men cho'ng bir ishni qilayotgan odam telefonim 24 soat ochiq turmasa bo'lmaydi ekan. Ba'zan kunlari kechlarda xaridorlardan jiddiy mal zakaz qilgan bo'lib, telefon kelib qoladi. Ba'zi kunlari shirkatda ish oldirashib qolsa, ishchi kunlarda uyga kech qaytadigan gapga. Shunda chaqlarda Davudning mush qopoqlar sangilab ketadi o'jimi. Shuning bilan, "Hey adam, bunda jiningizni qiynag'icha tutamayman. Bunda o'z meni vaqti-vaqtida nazorat qilib turing, absa" deb uning bir telefon etdim qarab. Yaxshi qilibsiz, Paten, yaxshi qilibsiz. Men qarang Paten. Biz burun qo'lim qo'shnitib, hozir yaqin tuqqan bo'ldik. Endi Davudga kelsak, o'zi sal g'o'rim bo'lgan bilan, biroq oilasi sodiq, vafodor, obdan yigit. Buni sizni shirkat ichib, pul tepyapsiz. Shuni ko'zingizga yog' to'lsin jumi. Xalchimdan bog'u, shu ishni bek ansiraydigan. Siz ancha ben shunday qadammi? Nim deyapsiz? Birni deyil olmaydi endi. Tova, mana deyotgan gapini qara. Hey, uchu haqqancha o'rin bo'lsa-mu, mening ikki bolamning dadasi. Men-chi qarang, ikki bolamni cho'ng bo'lganda yaxshi kun ko'rsin. Cho'ng-cho'ng oliy maktablarda o'qitaman deb kechini kunduzga ulab, aran mushkunga ulashdim. Voy, nimanchi ko'psiz? Chaqchaq qilib qo'ydim. Chaqchaqlarni chekib ajimi? Chaqchaq Paten, siz hargiz baqamaysiz. Qarang, men sizga desam, menga o'xshash pul topgan ayollar qaraganda, darlab pul topsa tezroq o'zgarib ketarmish. Shundami? Shunlashqisiz kechikcha mening qo'yimni yuravermay, boyvachcha yo'lchini Solijondan qo'ydi juronchimi? Hozirchi qarang, telefonni tepish bo'lgan ishlar shunda jiqga. Nima deysiz?
Şunlaşqa biz xotin kişiler özümüzni yasab, anca-muncha tuzashtirib ishimizak bo'lmaydi. Hey, qarang, yaqinda mana şirketimiz bor-ku, bir kiyim ko'rgazmasi qildiganga shunda chiroyli kiyimlarni laylayotdi. Siz-chi bir vaqtingizni chiqarib bering-a? Men sizga 4-5 bir kiyimni tanlab beraman. Başını kiyip toz qo'chaqdek yasinib, Solining ko'zlaridan bir o't chiqarib yeting-a. Shunda qilsam bo'lgan-chi, Parkan. Bo'lmasa-chi? Eringizdan bu ko'chadagi qizlar qarab shunsin yana. Og'zingiz ushtimi? Evde qilmaydi degilar bo'lmaydi allar. Bo'pti. Sizning sherikingiz bo'lsin bari. Cho'qim borganchi. Bering, cho'qim bering. Salih, ha telefonu boşurak oyna. Telefonu için başçılap kırıp çıkamay kalma yana. Oy. Şu boshqa chiqamay qolmay deb puchlab kirib oldim. Eğer bizden aldırış deysiz, esli telefon oynap aldırışkensiz. Etken çayını etsem toz içeceğiz. O'tgan chaygan ishchimiz? Voh, xotin. Va malakilda g'alla telefon qildik-a. Shundan paranglashib, ko'zim chiqmadi qarayaptim. Yo'q, qachon sen ish qilib yurgan yaxtiga yerim bor mening. Aytding shu ittab turmaysizmi? İş kılıp baş telefon sizge bir iş tep beredi o. Obdarak oyna, küçük oğandı ken. Onun üstüne sizin taza telefon oynadığın vaktiniz mi o? Kadınlar, Mefiye, bir bulunla, mektepke çıkıp kalsınlar. Ben iş kıvamsam bulmaydı. Onda Osman çıktı verdim ha? Dadam, duydunuz mu? Evet duydum. Dada, ben bu dükkanı çıkayım. Ne oldu oy bulağı? Bir kısmı aktırdı o. Şundaq bir paranlaşmaqandık ya. Şunda kılaylıcı mı bir pıramışmakaydı? Paranlaşmasak bulmadı. Şunu deyme bu. Onun için kızım? Oy, dadam, yine. Siz gibi bir iş bulmağında o bilen. Yo'q, dadam, men ish bo'lmadi. Yakay. Ko'nglimiz mudda turamdi ya. Ish bo'lmadi dada, rost. Bir kısmını ko'rasiz bu. Men hech nima bo'lmadi. Yo'q balam, bir ish bor sizlarda. Biz bundaq bo'lib qolmaydingiz siz. Bir rostini dema qizim. Dada, Salihning qipshiga ishtini ko'rmamsiz. Voy, nima qildi u? Pul topgan oyog'i o'zgardi. Unda qildi qarang. Gel Afgan. Stakan. Kızcak. Bir annesi lazım mı? Ben bu dokancıma qararga. Mushodir tutunum var, sevilashib tutunum olursa kim qo'ydilar. Shu men sinonishadi, to'plab olib kelishib. Uy. Naqd gapsiz. Ben top taqdim, hem paç taqdim. Ya, paç sattım ben. Kaçarak lazım dedi. Mama? Ben kaç tez bu da süreceksin ya. Hopla. Bizim usulmuşum valla. Sen kızdı. Çirkiletti. Çıkışkı buldu.
Agar mal kep qolsa, oldin men sizga olib berib beray. Yaxshi. Qarab kam. Siz uchun mulozamat qilish men uchun sharaf. Mana o'sibdim. Siz menga telefon nomeringizni, undidor nomeringizni deb bering. Uni keyin mal kelgan zambar. Chiqib olamaysan bu. Ama akamızın mal battık ya da. Şu an hazır o mal gelgence biz yetkaz beramiz. Telefon numarası qoldirib qo'ying. Ma bizning aloqa qilish nomerimiz. Markaz telefon qilasiz aka, ha? Ma'qul akamsa. Amar qildik. Markaz telefon qaytasi. Ma'qul akam. Ma'qul. Ben xo'sh ben telefon qilma, ha? Aşta buldu qarangda da. Voy, yaramasdan qilib yurgan ishini qaranglar. Xotirjam bo'ling qizim. Uni adibini-chi o'zim beraman. Endi sizmi mana shu bizning oilaga bola bo'lib kirgani 10 necha yillar bo'lib ketdi. Qaranglardim oltindek ishga balanglar qizim. Turmush deganda bunda ishlar bo'lib turadigan gapkan. Uning ustiga siz toza yaxshi o'qigan bir qiz. Şu adam degan-chi kan qo'sa apo'chan bo'lish kerak. Deginimiz o to'g'ri da. Biroq pek mayliga qo'ymasak ham bo'lmaydi. O deganimizmi to'g'ri qizim. Biroq Salihni men obdan tushunaman qizim. Sizga qarsanaydigan ishlarni qilmaydi. Endi u do'kon bo'lgandan keyin qarang. Xilma-xil odamlar kirib chiqib turadigan ekan bu. Uni siz to'g'ri tushunsangiz bo'ladi qizim. Kechirib o'tamiz. Qaraganda da sen ko'p o'ylagan o'xshayman. Endi xotirjam bo'ldim mana chiqay. Sizni avval qilib to'xtada. Yaqay bilan yaqay. Tamam. Voy. Nima? Tamam 5-10 sandalab ketibdi bir ish bo'lib qoldimi bola? Hech qanday ish yo'q. Buncha ishqinlar nima bo'ldi? Ishim bo'lmadi edi. Yo'q. Bir ish bo'lmasa, buncha bunda qattiq turib yurmaydi bolam. Cho'qim bir ish bo'ldi. Mana da bolam ne anlatayım. Qarang edi. Bekmo uchun ish yo'q. Yaxshi bo'lgandi. Yaxshisiz aka. Yaxshi. Biraz lazım mı? Ne aka? Ben de kaçatımda. Sınamış durgunuzda sevilen amaların toplaktım. Gel yanıma gel. Ras, biraz toplaktınız. Kaçarak lazım değil mi Allah? Ma kaç tez bu şunca yaxşılar hazır şunda dükkanın mal kemdi da. Bizim bu mal kemçilden afkam. Çıkış gün çitkiletti. Buldu şiş gün bu saka. Buldu çıkış gün ki bizi gelmiştirmiş. Telefonunu saldık mı? Adam odam ki? Ambayka. Assalamu alaikum. Numarınızı kabul koysanız mal kemcisiyle alakası Rahmet aka, rahmet. Ma o bizning aloqa qilish nomerimiz. Mal kelsa telefon qilayotsa. Ha, bu chatay afkam bo'ldi. Bo'ldi. Ma'qul afkam. Ma'qul. Ma'qul akam sen alakası. Ben mal kem telefon koysanız. Bo'ldi. Ma'qul. Ben xo'sh ben telefon qilma, ha? Mushunchikli ish edi. Bundaqda bolam. Bolam. Turmushda, oilada bunda ishlar bo'lib turadi, qara. Bu jihatda biz ayollarcha bek ishimiz tor keladi. Sizlar erlar diqqat qilsanglar bo'lmaydi, qara. Bo'pmi? Sen bek kan qo'saq bo'ljimi, bolam? Ayolingdan apo so'ramasang bo'lmaydi. Dadangning oldida sen to'qqanmisan, ha? Shu deganingiz to'g'ri edi. Biroq shu faqat amal topolmayapti. Qanday qilsam bo'lar? Bundaq qil bolam. Sen-chi qara, chiroyli bir dasta gul ol degina. Elib, G'unchanning oldiga kirib, "Xapolma" de.
Qağaçlarınıcı üzümcün deyme. Balam balam. Buldu. Rahmet eder, sizga rahmet. Bo'ladi balam, men chiqdim amsa. Buldu. Gipim esingda bo'lsin, ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qul balam, ma'qul. Salih, Oh. o'xshatdimi? Voy, sizni qo'lingizni tanba olguncha ajalga o'xshaytaman. Dada, ilanasizlarmi? Qanaqa e'lonlar? Biz geldik. Biz keldik. Bilay. Sizlar tomoqqa chiqing. Qandaroq? Biyumda tezgila bu. Nereye bu babu? O günlüçü kızım, dadınızca apınızı soğuk kıttı. Ben de kaçan gün soğukadek bulamam. Oy bak. Oy, geldiniz mi? İlana oturun. Xilcha, bir 2 kun bo'ldi uydan talog'i chiqmay. Mushu bir nimalarni yetishib o'tirdigan bo'lib qoldingiz. Yilqi u dunyoga ketgan yo'ldoshingizni uchir yo'llayotmaydigan siz-a? Siz gapim bor deb qildi ekansiz juma. Bu telefonnichi kelinim Fatem opa aldirashliqda ko'rishamaydi ekanmiz, telefon do'stini ko'rishib turayli deb ipadi. Qarang ha, shirkat shunda chiroyli rasmlar tushib, evet, shuni ko'ryapman. Voy, bo'ldi, qo'ying bu rasmlaringizni qo'ying. Bu qirg'anda nima telefon endi? Voy, uyda bir ondan telefon bo'lgandikan, ashuni uribla ahvollasi bo'lmadimi qarang. Bu menda yo'q telefonni endi sizga tutishni kim qo'yapti? Yoki biz sirtda mendan boshqa bir aloqalashadigan odam bormi ya? Ya Allah, Xudoyim saqlab, elimi sizga yosh vaqtim tegib qolmabdi menjimi? Ha, bütün yerimi zincirde bağlab, muş uydan talaq chiqmay tutatdingiz ekanda bu uyni. Xilcha, men qarang, sizni zincirde bağlab qo'yib uy tutadiganqa bir maymunni o'pishdi olmasangiz ya. Emsi nima? Kutuldaydı ekansiz. Muş kelinim ipegen telefonga mı kutuldisiz? Qandaq chidaydi odam? Xilcha qarang, ko'nlacho, er kullisa uy tuzilar. Ayol kullisa uy buzilar debdikan qarang. Bu ayol kishi deganni-chi, men supurgidimmi kulligili. Sizin bir ma beqib ish qilsangiz bo'lmamdi albatta. Bu qirg'anda nima telefon bizga qarang. Voy, bu mamdi bir kullashdan sirtidagi ish bu qarang. Bu telefon degan albatta yaxshi narsa qarang. Biroq hozir yoshlarchi beshini bir yerga tiqib olib, pishtiqqandaklar bu telefonni o'ynaydi ekanlar. Bu birisi mana vaqtni isrof qilganlik. Yana birga mana salomatchilik ziyon demadi. Dadisi, bu deganingizim to'g'rida qiladi-jimi? To'g'rida qiladi emas. To'g'ri, 100% to'g'ri. Ay Xilcha, siz bilan mening qanchalik umrim qoldi deysiz? Bu ömrümüzden ahırızçı, moştu telefon oynaş filanla ötküzüp etmey. Manda sır dişip, muğdışıp, özsek miken deymen ha. Onda hızlıca bu telefonu ben bir günlük patenti kaydır. Çoğun aşkı ben sizgi köygen dağılca. Uzatlatmayın. Hayır. Aliya. Salih. Aliya. Salih. Salih. Yürü. Ya yürü. Vay biz tamam. Yine dışkıl. Yürü. Yürü mü? Ha, yürü. Özgür. Yürü be. Bana. Gel. Ha, başka kalmış çay koyup da. Güzel bir çay sunmuş güzel. Bak tamam. İnimiz yok şey. Da olsa şu 3 kuyruk gitti. 3 kuyruk. Oldu. Açık bırakma. Bakma. Bizden çıkıp bir yapmasak. Ne kılım?
Yaşab ketib barsiz balla. Sensiz oynamaymiz. Oynaga yaşvaqtimiz aka bilan toza bor. Yaxshi o'ynang baba. Lekin men deganman, muhim gap bor. Ha, menda bir gap bor. Bek men yapsaqa, lekin yaxshi ish. Senigan akang bilan paranglashib qoldik, Samijon bilan. Shuna bir maslahatni o'ttirib tashlab qoldi, lekin yaxshi ishga men qo'shildim anglagandan keyin juda xush bo'lib ketdim. Akang deydi, "Hamda dadamning shunchalik vaqtida men Muhammad Allohni ichib ancha-muncha bir to'p qoldi, yani tanishib qoldi. Shuna bir vaqtda shu umaq inimli bir o'ylar, bir to'yni qilib Antum shu talla bazi bilan qo'rojoyni o'tkazib asli chiqsam qanday deydi. Shuni meni bir elchilikka avatdig'i, faqat o'zingizmi biroz o'zingizdan borib kelasiz. Qo'shin nima deymiyo, qilsa o'zingdan borganda. O bir chetga chiqib ketmaydi-ku, akam taraqqiyot rayoniga yilib kelma deydi. Shu seni o'ylab degan gap. Maya yilib kelib, miyada bir do'kon ochib qo'yibdi, cho'nqiya. Men shu yerda turib, cho'ng talla bazini assam. O degini endi men yangamninki ish o'rniga yaqin bo'luvchi men ko'chib kelsa endi o'ylab qolsa ham deymisiz ras yozdi-ku mayli qishda buni yangisi bajapata tutdi u boshqa osh malidan mishi malika o'zing o'ylab qolibsanmi ham sen o'yning kichiga degina amman mishna bo'ladi jinim saqam aka meni o'ylamay bir chikas bo'lmamdikan bo'ldi aytib chikas bo'ldi aka nima ish ketmaydi lekin shu aka ashta chiqdi degan akama dal tashlayib ketadigan akama. Sen akama tushunmaysan, nima sabitcha? Ya bu ishdan zot qutulgan bo'lmaydi degan adashimda olsa shundanmi? Nega buni qutulolmaydi be, jinim saqam. Bu xotin olib berma degan ish yaxshi ish, xo'shallik ish. Bu xotin olsang qolgan ishing shu xotinning qilib birdi. U qutulolmaydi be, ziyon chiqadigan ish qilsa demidiq seni. Ey aka, xotin olmoq o'ng'ay, to'g'ri. Bu xotinni boqmoq tez, boqma. Nima deydi hamsa? Deydi. Ey! Akam tallavazını sana berdik-a. Bütün qo'rojoyini sana berdik-a. Yana xotinim baqamayman deysan, ha? Yaxshi o'ylashib javob berdilar. Mening cho'g'imda bu ishning men 10 yillik munosabati yo'q ekanlar. Shuni chiyinishga, o'rtasan bu ekan xudo o'tgan shundami? Aldırma saqamı, ham chetishga sana keldim bir taqa. Unda gap bor, men Salih yana deydi. Men Rim qaynimni buldigan balan bor ekan. O'zimning Insta'ga ko'rib qoldi. Ha, agar Rim qanfam chataq yo'q desa, chiqqanlarning to'yini bir kunda qilib, menda qo'sh to'y o'ynaydi ekanmiz. Nimga gapni bu? Oyyo, men Salih kamni yaman tushunmadim deb o'ylaydim, juma xato o'ylab qoldim nima? Lekin bog'i martadam ekan juma, oyyo. Ammo shu Salih kamniki shu qarindoshlar oradagi mehr muhabbatni o'rganishimiz kerak ekan juma. Qanda qaysan borma? Kelib qolsamsa da bu payziya juma to'p sig'iriya bu. Kelib qolamsiz-ya? Qachon bu? Faqat tırnak toqtiqday cho'kandim jinab turimiz. Bunda jekka qaraka. Davka. Men hamon qaytadigan odam bo'lgandan men mening bas sabitdan oldi deb bitirib qolmaydimi? Shundami? Bu deganimga to'g'ri. Demismi ras? O'ylashsam bo'ladi. O'ylashda 5-10 yil o'ylashmaydi qancha saqam. Ya, men chaqma vaqtida o'ylashim vaqti javobda. Jinam saqam akamni o'ylab qo'ygan. Demak va bu ma'no va bu qara javobini beryapmisak bo'lmaydi shundami Davudga? Vaqtida men sana bo'lmaydi. Ya bo'ldi, men bir o'ylashib javob berasizlar, oldirib adam qiyiqsa qo'ymanglar adam. Na Davudga, qisqanglar adam. Ya qolman. Amana chiqarib qoldi-ya. Yo'q, kelib oldi. Ha, rahmat edi. Endi gap shunda qarayib qanaqqa. Shu inimizning to'yini balduroq qilsak degan orzuda biz. Dadammu bu ishda bizdek aldirab ketib bordi. Endi uningki loyiqning boyligini sen bilsan. Men qarasa qol. Biz vaqo sizning aydingiz akimizdeklar. Shuna qandoq gapingiz bo'lsa, davering. Dava. O xo'slar nima degan yaxshi akadlar. Mana men sizlarga mana qarindoshlik mehr muhabbati degani mana mishaga kelib to'liq ko'ryapman aka.
Rahmet Fukam, rahmet. Fukam, bunda bir verlişip koygan yerler var mı ya? Yok. Yarası yok mu? Vacim yok. Fakat yok mu? Vacim yok dedim va. Tuva. Akara. Atırışne. Estağfurullah. Bu şakakın yaşlıqının bağı, ödümün başlığı yaxşı. Ben şakada yaşıp qalğan bolsam, alnı qurba. Qandaq atınız? Ben deymen de. Bek koçi var. Tuva yok, tanlafkan. Muş işqi iradana qandaq? Nemege da? Gücünüm soqqam. Bu xotun aldığanğa, manda xotun ekirdiğin iradangda qandaq dadı ağacaq tötdamı gəqqəmidir mən. Ay Salih, bir gapni chiroyliroq qiling ha. Qiz ekirdiğinğa, bir qizlarni aldığanğa iradangla payzingla qandaq deydi adam. Men endi mush oila va xalq vakolatidan shunda va'da bera olmaymanki aka. Mush og'inam Sabitning xotinini ishiga men butkul hayotimni qurbon qilmayman. Böreğim kan, ben seni ölüp verdim dedim. Adam da yardım kılgan, yardım kılıp kam demekçi, yardım. Ya buningda cho'ng chataq yo'q. Endi shu qizlarni burada akilib mehmon qiladigan bir ishlar bor emasmi? Pul yo'q. Mende bor pul. Mende pul bor saqam. Men sizlarga pulni beraman. To'g'ri. Xotinni men olmaysizmi? Salih, gap so'zga diqqat qiling. Ish qilib, qo'shqalardan arz qildim men. Bu haqda o'ylash uchun jo'liqib chiqib o'xshaydi. Shunda va'da bera olmaymanki, ammo lekin baba, mush iqtisodimiz uzilib qolmaydigan shu so'g'i, mush oldingi degan qiz ol degan baba, tas bilmajimma. Oy canım, oy sağlıklı canım, sakın bu ağaçta bir kırar ama, şu tas tezek yapsan, biz tanımıyor lan. Hey, pulda çatak yok ha, boş doğruluk kelişeydi. Ama lekin o'zidan bo'lgan ekan, to'xtamish mo'ltami deb qo'y. Oy, orada ayılır bana. Qararayım qasaqam, muş işte bir yardım qilgan bo'lsam, dadam xotirjam bo'lib ketdi, biz xotirjam bo'lib ketdik da canım ukam. Chataq yo'q oldu. O sorunun altında ben birimen. Sizler kaçıysınız? Bana siz mi xotin qilib qolsiz? Oy! Bunu golcuna kızlara bak işeceğim. Ürümçüge ketmemsem. Kimden geçirdik mi? Soğuğuna başımı tutar. Gap şu. Hazırgıcı bombamız şu. Tezrak birini tap. Toyunu kılımız. Ama toy kılam der dada ya. Bak toyu soydanğa koykal alam der. Yavatkan kepe de karanlığa bunu. O sen şu. Aç koykalımı onşap alamaysa. Nomus kıldırmana balını onda. Oy bu nomus kıldırma. Oy bu nomus kılışını bilse. Muşu bakışmaysa lalamışıp jüremdi bu. Sana dapkaya kara. Muşu az vakit işi de derdim bu birini tapsan taptın. Bomuz şu özümüz deyip sana çetip koyumuz. Çetip koymaz. Dada çetip koymaz demeyin. Manda suvarka qilib qo'ymiz da suvarka. Voy endi chu, bani sana ko'rsatadigan bo'lsang, juvoynima ketsa juvoynima. Voy damangdi voy. Akamni chaqiradi akamni. Voy mana akam emas, sening va'dang kerak. Voy bo'ldi dada, bo'ldi desang va'da beray, bulamdi. Fatar bir topsam bo'ldi-ku. Ma'qul deb bolam, ma'qul deb. Kapılmaqcha ichim. Arkadaş, öğlenmesen bulmaydı okşayıcıma. Endi uylanmasam, meni oshim chataq degina. Hem de öğlenmesen adaş. Bak dadamın ağzı koydu okşayma. Og'rib qolmaydi tug'adash. Endi boshqa bir ish qolmisli bo'ladi degina. Adaş, ettigen ağzın uçtmağına, nimlen deydigan sen. Adaş, sen benim öğlenişimle taz yaktırıp ketmeyden. Buradan pek küçük bir varsa adaş, payap koymagan sen. Qarama degan onu, balangizga qara degan. Par degan onu. Ya g'amingni yapatma balangiz, g'amingni. G'amingni deb qo'y. Unda olsa, o'lnamda qamsa, bu bosh kelmas yo'l, malmoy amalimiz yo'q degina.
Ben ölümden kız nerede edin tıkı. Toy qılattın desem, ana. Dep osmonda bir tok küçük vermeydi digine. Bunun için sebep qilish kerak. Shundami? Sebep? Manda kılandık ya. Biz pechat yazıyla. Bazar ayında bunun doğrulmamda kızlar ne? Ma bulan ki? Sınavımda anlısamlı bir xil nayt iktidai, qadimi, bir xilliqi abjir chiqib ketgan, bir xil qizlarni keltirish konusullar degani bu. Ya adaş hozir bizga bunda to'rt uchur dunyosi yashayapmiz degani shundami? Ada o'g'ilni kimsida endi darbada qizlar tanish chiqimiz bor. Endida. Ya balangizga nima deb qo'ydingiz ismingni? Kapta. Kapta? He? Uyyu. Ham nima deb qo'ysam bo'ldi? Ya diva deb qo'y balangizga. Diva deb qo'y. Jim. Sen nima deb qo'yding? Men timsoh deb qo'ydim-ku. Tumsoq? Sen ko'rganlarda umrda bir qatam go'sht yegan tumsoqqa deb qo'yding. Ya adaş men qo'ygan ma diva degan ismim bor-ku, qat'iy maskamida. Tuzarek sizimni qo'yib beradish. Qanday? Maqara balangsa. Men sen qo'ygan ismim dunyodagi eng kattasi bilamsan. Hozir qizlar bor, qapaqqa barang'i bekara qiziqdi, balangs qadi. Shundami? Mana Mudiva degan ism bilan qara. Ishonsan atrofingdagi barliq sayt jamoalarning hammasini o'zingga ram qilding-da, qadi. Diva bo'lsin, undan men yo'llab etdim, diva katta. Adaş, işime evetmeydi-ku. Atlpning birdan uzoqroq qarab o'tag'ini o'tasan, drink hozir kirdi o'zimi. Evet qara. Sen butunlay nima pichoq chaydolarni evatibdi qo'zonga. Adaş, qassob gul evetmegandi-ku. Keyin o'zini farishta davog'ini qaradi. To'xta. Biz bag'im mani yutib, shundami? Oyoqda. Mani yutib, endi bag'im qarama pichar gilam degan qo'shib qilganda. Shundami pichar gilam. Men qo'shib mandirvatdi, guldim birini mandirib ketdi bo'ldi. Men ko'rdingmi? Endi mush qiz olding guldim bir shundali keldimi? Bo'ldi ishing tutdi degan gap tutdingmi? Keldi. Voy nima onda? Gul keldi qara. O'qpaqila nima deb to'qa? Texmo Puchar gilam zavodining direktori-ku. Ko'rdingmi men qiziqni? Men oxirni o'qib baqayli. Men sizning Diva degan ismingizga qiziqib qoldim. Bizning shirkatimizga bir ishlamchi kerak edi, ishlab beramsiz. Ya adaş ya, men meni o'z chitig'i Madika ko'rib qolgan o'xshamaydi-da, Madika. Ya adaş. Boshqa bir sizga avatayli bu adaş. Nima deysan, ay balangza? Mushum gap. Nima bo'ldi? Pa. Zlala. Ya adaş. Zlala. Nima degan chiroyli qiz adaş? Pek chiroyli adaş. Pa. Odam işte chiroyli qilib. Siz to'xtab tur. Sen paranchaysan, men paranchayman. Adaş, men to'yishdan qiziq, sangning ba paranglashib, men to'y qilaman boshda. Nimada qilsa-da? İşim kömegandek. Evet mana. Ketdi. Voy, qara. Evet. Ko'rishaylik debdi. Ajab yaxshi. Ko'rishamsan? Ko'rishma. Men bilib boraymi? Nimani sen bilib borsan? Men ko'rishdan qiziq sangning badash. Qo'yib gapni qilmara adash. Ne? Yo'q gapni qilgansan. Ey, sen aya bakın kız rapini başa beklemse, kızlarını başa beklemse kim bildi onu kadar salikanın da cevap verme kardiye. Ha mayli adash. Sen basangmi ba. Mayli. Ko'rishaylik. O'rin bekitaylik. Mana. O'rin bekitildi.
Körüşeyli zılale. Körüşeyli zılale. Erkeğine şartaklık kılattın mı görüştüm mü? Oy, kandırak aka. Wah, isalah kota degine. Oy. Yetib kiyimini kiyib pechat o'tibsizlar-ku. Birey menga o'xshasizlar. Bu köreş kilmandık ku aka. Kim bilan saqa? Kim bilan bo'ladi aka, qizlar bilan. Oy. Muborak bo'lsin saqa, muborak bo'lsin. Ayo. Rajab qo'shiq qilyaptimi meni? Yanimda pul pichakdan narsa bormi? Bersen yaktimayım aka. Yaktimaysan sen. Ben berma saqa. Ben beraman. Sizning boshqa nima bor meni? Mana. Rahmat aka. Azmaydim. Bu chapan. Senin çapın aka. Eşinden ketdi. Senikidek turibdi. Bo'pti, beringlar. Chaqarib Berkinde cuma. Tutkasin cuma saqan tutkasin ha. Rahmat sana. Bo'ldi. Birim. Voy. Niyat ko'rishim bo'lgan saqan. Voy. Berib ko'rishib kelmiz. Xatirchi. Baqla aka. Baqla qiz. Keldi. Bu ikisi nega minibdi? Bu ikisi qiz bilan ko'rishga minibdi. Voy, bizning gapirimiz bularga ishtil ta'sir qildi-da. Si. Ey, bularni bir pul biznimi? Men quruq qo'ysalamdim, hali birdan berdim. Oqilbardek ish qilsa, jim balam, oqilbardak. Ey, mush xotindan qo'rqmagan o'g'il bola-chu, haqiqiy o'g'il bola hisoblanadi. Shilavsiz. Hey, bolam ey. Mushu ishga aloqapdan degan gaplar rostmidi u? Voha, doda. Yosib minibdi. Rostu hamda. Mana inovog'i bir sodda, hech shuni uqmaydigan bir bola degina. Aşa bir tadbir gapini qilib mush ishni buzib qo'yami? Sen bir kendi berib baqsan o'tganman. Nima ko'ram? Voy. Yo'q gapda qilmanadan men kendi berib qarab turamandim. Ha, bo'ldilar. Ey balam. Bu ishga aloqapnomush ishiga toza ishonch qilolmadim men. Sen berib ko'rib baqqan bo'lsang, bu qandaqroq bir qiz topdi degina. Dada. Qandoq gap bu endi? Qizni men deb bersam, pulni men bersam, xotini u olamdi, men olamdim zodi. Voy, bu nima degina balam endi? Sening bog'ing yaxshi bo'ladi demasmi? Hey, bo'lmasa men berib baqaymi ya? Astagfirullah. Sen bormaysan, men bormayman. To'xtab turma. Qanday qilaylik? Mahmuddan gapika, bushda qilamiz.
Ya balam nimaçılar temtirip, oturup kettin bunda kupayı geldik. Ha? To'xta, manda qildim ha gapimni anlatdim. Men sana tushuntirib ya. Biz akşam kelishganimiz bo'yicha vaqo, u qiz olmish qulog'idagi gulni belga qildigan bo'lgan bildingmi? Ana shu gulni. Hep böyle qulog'ini tushirmay o'tirsak to'g'ri. Ha, undan qilib ketmay, tabiiy balam. Hep böyle. Mana o'tirsajmi? Ha. Adaş, sen dizlishyapman birinchi qitim ko'rishgach kimki? Alams degansa balam. Shu erkinroq bo'ldi, balam. Ömürlük ishing juma hamma lekin ma'qul. Revri to'xtab tur Adaş. Sen bek shiraqlab ketmaymish, yiqilib o'tirasiz Adaş. Agar ish aplashmay qolsa, men peshimni ikki qitim silaymaydigina. Shu zaman men telefon qil, ikkimiz tikiyimiz, ha? Xotirjam bo'la balansan juma. Ha, bari kitib qarayman juma. Bo'lsa tayyor. Oldirib ketmay. Ma'qul Adaş, xotirjam bo'l. Re? Men o'tasan buni. Va nada o'tasan o'tag'ina balansan bo'la. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz deyapman? Ha, men shu. Siz yolg'izmi? Ha, men shu Bekatulga saqlab qo'ydim. Ya, hech qisi yo'q. Qanaqasi? Rahmat, avval qo'ydim. Arzimaydi. Men hozir yolg'iz desangiz, gapni boshqa bir maxluq keladi deb qo'rqib ketdim. Asli siz bir chiroyli qizkansizmi? Voy, uncha olam emas, qo'ldek maqtabatman. Chiroyli ekansiz. Topmaymi shu vazni chaqirib, tamoq quydidan do'q kayjida qustum ichib ketdi. Ha, bo'ldi, chetay yo'q. Lazim. Chashil. Qilin kerak. Tamoq qo'yadigan tamoq. Yana tamoqlar bek o'xshaydi. Ha, tabinmay, vurdiya. Pulu. Qordaq. To'qul kebab. Pizza. Termode. Yana langpong. Hozircha mushlar bo'ptisizlar. Kam tamoq tezroq chiqsin, avvalda hozir chiqib. Bu tamoqni sel jiq qurtib oldikmi? Ikkimiz yapolmadik-ki. Bu hozir to'rtimiz isroflikqa qarshi turyapti-da. Voy ishib qolmaydi. Agarchi ishib qolsa, men xalta qachilab uyga bir kecha yeyman-da. Maraz ismingiz nima? Mening ismim Sabit. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Maris. Nima? Maris? Ha, sonlab boqmanmi? Ova, shu ismingizni men birinchi qitim olishimchimi? Ismingiz bak g'alati ekanmi? Unday emas-ku. Maris opamiz bormi? Opam, mening opam chiqib ketgan. Voy, nimada yaxshi bu ishimizni to'y qilishibdi-ku, birinchi shart. Ova, oshimamni qo'shib turgan gapmi? Dadangizchi ras. Dadangiz bormi? Dadam bor, opam bor. Voy, siz boya opam yo'q deyapmamsiz? O'ylab baqsam, opam borki. Çay qusqumbek ichib ketgandi. Undas olayverdimi? Sizlar, men o tatib ketmayman. Bu siz bilan ko'rishamegan siri qaram. Heli yo'lda mashinada suldim. Ya ayirib bilan ushmaydi, necha qitim. Bektes kerakdim demon siz bilan. Bunun siya qaram. Ben 51 ga o'tdim deb 57 ga o'tiribdiman. Qarasam boshqa bir yere ekib bordi. O nimishib ketib yo'lda cho'qqayda qaram. Bir qor mashin o'tirsam, shuning bilan u yerda u qor mashiniki choq itlib ketib, u yerdan yana men bir taksiga to'rab, orom keldim. Ha. Dik bo'ldi. Hey, og'ash o'tirasizmi? Kelaram. Bo'ldi, bek amra. Hey, siz og'ash o'tirasiz. Bo'ldi. Qusqumbek ishib ketgan deyapsizmi? Shunisizni ko'rish bek tasodif edi. Shunday oldu. Kelgan ko'rishdim. Hey, telefonga otamdi. Voy. Qayerda? Doktorxonada? Ha. Nima bo'ldi? Ma'qul.
Azı baramdan. Maqul. Vay ne şoktu. Siz bir yaqin ağaynam do'tirxon kirib qopti dana. Ben tek bir Oram bir görüşkende. Siz xotirjam gavram. Qiladi. Bulamda. Hay, bunchalar tamoqni qanday yeb bo'lma deyman. Yalma o'zag'an ekan, yevitsiz. Oh. Ya mülazim ben tamam kaçan çıktı.